Assalomu alaykum, hurmatli ishonchli obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun 2026-yil 20-iyun sanasi. Tarvuz poliyamizga pomidor ham ekkanmiz. Pomidorlar pishyapti, uzyapmiz. Uncha ko'p emas, kamroq ekkanmiz, lekin juda ham hosillari zo'r. Mana hozir terdik ozroq. Mevalar juda ham sifatli, chiroyli mevalar. Bu ham juda ham o'ta hosildor. Bitta palakda yuzlab pomidor bor. Hammasi katta. Mayda pishmaydi deyarli. Katta pishadi. Bu navi qanaqa desanglar, bu vaqtkat navli pomidor. Juda ham hosildor pomidor bo'ladi. Har taraflama yaxshi, faqat endi o'ziga yarasha yaxshi yomon taraflari bo'ladi har bitta palak sortni. Quyoshga tez o'sha hosillari quyoshga tez berib qo'yishi mumkin o'zini. Shuning uchun ko'rinmasdan turgani yaxshi. Mana shunaqa agar ochilib turgan bo'lsa, quyoshga qarab turgan joyidan quyosh urib qo'yishi mumkin. Bu yog'i Madera navli pomidorlar. Bular palagi shunchalik katta bo'lib ketganki, xuddi tarvuz qovun palaklari narxlari bir-biriga o'tib chalkashib qoladi-da, o'shanaqa. Ana o'shanday narxlar chalkashib ketgan pomidor. Madera bu gibrid sort emas. Sortvoy urug'. Bankada bo'ladi urug'lari. Narxi ham ancha arzon gibridga qaraganda. Lekin hozir mana palaklarini rosa ham kattarib ketganini ko'rib, hayron qolyapman. Bu tomchiga ekmaganmiz, tomchiga birinchi marta ekishimiz pomidorni. Tomchiga haqiqatdan ham tarvuz qovunga qaraganda pomidor ancha yaxshi bo'lar ekan. Juda ham dorilarni, suvni o'ziga olar ekanda rosa, chunki talagi shunaqangi o'sgan, o'shanga yarasha hosillari ham ko'p. Hosillari endi gibrid sortdek katta bo'lib ketmasa kerak, balki kattalar, lekin ko'p solgan ekan. Bunchalik ko'p solmasdi Madera. Kamroq hosil solardi-da, katta qilib pishirardi. Palagi ham bunchalik katta bo'lib ketmasdi. Tomchi bo'lgani uchun o'sha tarvuzlar bilan birgalikda suv ichgan, o'g'itlarni ham birgalikda yegan tarvuz bilan. Suvdan o'sha o'g'itlardan kam bo'lmagani uchun yaxshi rivojlangan juda. O'sha pomidor daraxtdek bo'layotibdi-da. Shunchalik palagi katta, bir-biriga chirmashib ketgan. Endi sal maydaroqligida olib qo'yishimiz kerak edi. Olib qo'yganmiz ham bir marta. Shamol bo'lgani uchun ko'pincha shamol yana qaytarib bir tomonga olib tashlagan. Endi shamol ololmaydi, sababi mana hosillari ko'payib, hosillarni og'iri bilan bir marta olib qo'ysak, o'zi bosilib qoladi. Shamol ololmaydi. Bitta yomon tarafi mana hosillari endi quyoshga ochilib qolyapti. Ba'zi birlarini pishmasdan oldin quyosh urib qo'yadi. Endi bunday bostirib chiqyapmiz. Bu yoqdan kelgan palak bu yoqqa o'tib ketgan, bu yoqdan kelgan u yoqqa shunchalik chirmashib ketgan. Odatda tarvuz qovunlarni narxlari shunaqa chirmashib ketardi. Pomidorda bunaqa bo'lishini endi ko'ryapman.
qurtlari, kasalliklari yo'q. Tagida namlar, suzaklari juda ham ko'p. Bugun ham suv qo'yamiz. Bular ham pishishni boshlagan. Uzilib ham qolyapti. Palagit agar uzunligini o'lchaydigan bo'lsak, 2 metr atrofida, yo'qsa ko'proq, yo'qsa kamroq 2 metrgacha bor palagit uzunliklari. Shunchalik chirmashgan, mana olib bo'lmayapti bir-biridan. U yoqdan kelgan bilan bu yoqdan kelgan bir-biriga chirmashib qolgan. Pomidor daraxtiga o'xshaydi mana bu palaklar. Shunchalik kattarib ketganki, palakka emas, ko'proq daraxtga o'xshaydi. Pomidor daraxtini o'rmoniga o'xshaydi.